Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Tabarakellazi biyadihil mulku ve huve ala kulli şeyin qadir. Bütün osmon zaminning podshohligi ilkida bo'lgan Allah'ın bərəkəti büyükdür. Allah hər narsaga qodirdir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Sizlərdən qaysonlarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun Allah o'limni va tiriklikni yaratdi. Allah g'olibdir. Tavba qilguvchini nihoyat mag'firat qilguvchidir. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Allah 7 osmonni birining ustida qilib yaratdi. Mehribon Allah'ның yaratishida hech nuqsonni ko'rmaysan. Sen osmonlarga takrar qarab baqqinki, biror yo'chiqni ko'ramsan. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Ondan sen yana 2 qitim qarag'in. Ko'zing osmonlarda biror nuqsonni tepishdan umid uzgan va talg'an holda qaytidi. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Bizga barliq osmonlardan eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yo'riq yulduzlar bilan bezdik va ularni farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha tinglashga uringan shaytonlarni otadigan narsa qildik. Yani şeytanlar yıldızlardan çıkan şoğlu bilen etildi. Şeytanlarga ahiretте dozaq azabını tayarıldık. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Perverdigarını inkar qılğanlarmı dozaq azabıga duçar boludu. Dozaq nemidige yaman joy? إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Ular dozaqqa taşlanğan çağda qaynab turgan dozaqning eshak angragandek sert ovozini anglaydi. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Dozaq g'azabdan parchalanib ketishga tos qoladi. Dozaqqa har qachon bir to'p odam tashlangan chaqda dozaqqa muvakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Ular undaq emas, bizga haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan. Biz uni inkor qildik. Hamda biz Allah hech odamga vahiydan biror narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat cho'nqur ozg'unlikda dedik, deydi. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Ular, agar biz payg'ambarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatorida bo'lmas edik, deydi. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Ular gunohini toniydi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Perverdigardan ko'rmay turib qo'rqqanlar mag'firatga va katta savobga erishadi. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Sizlar so'zinglarni maxfiy qilinglar yoki oshkor qilinglar, Alloh hamon uni bilib turadi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilguchidir. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Maxluqotni yaratgan zot bilmamdi. U shaylarning nozuk taraflarini bilguchidir. Hammadan to'liq xabardardir. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Allah sizlarga zaminni mengishga oson qildi.
Ziminning atrofida menginglar. Allohning bergan rizqidan yanglar. Sizlar tirilgandan keyin Allohning dargohiga qaytarilsizlar. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Ey kuffarlar, osmondagi zotning yer tavrigan chaqda sizlarni yerga yutqizib etishidan qo'rqmamsizlar? أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Yoki osmondagi zotning sizlarga tosh yog'dirishidan qo'rqmamsizlar? Sizlar azobni ko'rgan chaqda mening ogohlantirishimning qandoq ekanligini, ya'ni haq ekanligini bilasizlar. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Ulardan ilgari o'tganlar payg'ambarlarini yolg'onga chiqardi. Ularni azob tushirish bilan ayblaganligim qandoq ekan? أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Ular qanotlarini yaygan va yiqqan holda ustida uchib ketayotgan qushlarga ibrat ko'zi bilan qaramamdu. Qanotlarini kergan va yiqqan holda ustlarida uchayotgan qushlarni qanotlarini ochgan va yiqqan chaqda yerga tushib ketishdan faqat Alloh qudrati bilan tutib turdi. Alloh haqiqatan har narsani ko'rib turg'uchidir. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Sizlarga Alloh yordam bergandan tashqari, ya'ni kim sizlarga yordamchi qo'shin bo'la oladi? Kofirlar faqat oldinish ichidadir. Ya'ni shayton ularni azob nozil bo'lmaydi deb aldaydi. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Agar Alloh rizqini tutib qolsa, sizlarga kim rizq berdi? Ular takabburlikda, haqdan yiroqlashishda azvaylab ketgandir. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Zodi qaysi odam yo'l topalaydi? Beshini sangiltib mangan odammi yoki qaddini rus tutib tuz yo'lda mangan odammi? قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh sizlarni yaratdi. Sizlar uchun quloqni, ko'zlarni, dillarni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Aytqinki, Alloh sizlarni yer yuzida yaratib, ko'paytdi. Hisob berish uchun Allohning dargohiga to'plansizlar. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Ular, agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshirildi deydi. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Ey Muhammad, ularga aytqinki, bu haqdagi ilm, ya'ni qiyomatning qachon bo'lishi Allohning dargohidadir. Men faqat ochiq ogohlantiruvchiman. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Ular azobning o'zlariga yaqinligini ko'rgan chaqda yuzlari qordab ketdi. Ularga mana bu sizlar dunyodagi cheg'inlarda talab qilgan narsadir deyildi. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Ey Muhammad, sening o'limingni arzu qiladigan mushriklarga aytqinki, aytib beqinglarchu, agar Alloh sizlar arzu qilgandek meni va men bilan bo'lgan mo'minlarni halok qiladigan bo'lsa, yoki bizning ajlimizni ta'xir qilib bizga rahim qiladigan bo'lsa, sizlarga nima foyda bor? Kofirlarni qattiq azobdan kim qutuldirdi? قل هو الرحمن آمنا به
وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Aytqinki, o nəhayət mehriban Allahdır. Onunğa iman etdik və onunğa təvəkkül qıldıq. Sizlər kimning roşan gumraqlıqda ekanligini kelgüsüdə bilisizlər. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Ularga aytib beqinglarchu, suyunlar yer ostiga singib ketsa, sizlarga kim eqin suv keltirib berdi degin.